Siz yangiliklar bilan tanishyapsiz. Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish va ular o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish maqsadida viloyat sudi sudyalari tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Navoiy yuridik texnikumi o'quvchilari ishtirokida bo'lib o'tgan ana shunday tadbir tafsiloti galdagi lavhamizda. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi sudyalari ishtirokida bo'lib o'tgan mazkur uchrashuv yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Muloqotlarda sudyalar so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlarining asosiy yo'nalishlari haqida atroflicha ma'lumot berdilar. Xususan, fuqarolarning sud orqali himoyalanish imkoniyatlari kengaygani, ochiqlik va shaffoflik tamoyillari mustahkamlanayotgani, sud qarorlarining adolatli va qonuniy bo'lishi ustuvor vazifa ekani ta'kidlandi. Uchrashuvda mehnat qonunchiligiga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar yuzasidan ham tushunchalar berildi. Mehnat shartnomasi tuzish, ish vaqti va dam olish vaqti, mehnat huquqlarini himoya qilish kabi masalalarning mazmuni batafsil sharhlandi. Hozirgi kunda sud amaliyotida uchrayotgan mehnat nizolari bilan bog'liq bo'lgan nizolarni talaba yoshlarga amaliy ko'nikmalar orqali tushuntirishlar berilib, ularni o'sha nazariy jihatdan olgan bilimlarni amaliyotda o'sha aniq bir misollar tariqasida ko'rsatilib, ularga tushuntirishlar berildi. Chunki bu nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliy ko'nikmalarni talaba yoshlarga tushuntirilishi kelgusida ular bevosita o'sha mehnat huquq yo'nalishida faoliyat yuritishlari sababli ularga hozirdan ko'nikma hosil qilishdan iborat hisoblanadi. Tadbirda yoshlar sudyalarga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, fuqarolik ishlari yuritilishi, da'vo arizasi berish tartibi, sud majlislarida ishtirok etish huquqi kabi masalalar yuzasidan batafsil javoblar oldilar. Kelajakdagi maqsadim yurist bo'lish va bugungi bo'lib o'tgan sudyalar bilan bo'lib o'tgan muloqot, bizlarga berilgan bilimlar, ularning bizlarga o'rgatgan ko'nikmalari juda foydali va o'zimga bo'lgan juda yaxshi xulosani oldim. Masalan, aytib o'tilgandek, mehnat munosabatlari, xodim va uning ish beruvchi o'rtasidagi shartnomalarni haqida yaxshi tushunchalarga ega bo'ldim. Tadbir doirasida giyohvandlikka qarshi kurashish, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish masalalari ham muhokama qilindi. Albatta, bunday ochiq suhbatlar yoshlarda huquqiy muammolarni qonuniy yo'l bilan hal etish madaniyatini shakllantiradi.